Assalomu alaykum barchaga o'rtoqlar. TS yoki sefr imtihoniga kiradiganlar uchun sizlar bilan yozma bo'limini rivojlantirish va yozma bo'limida qanaqa muvaffaqiyatga erishish mumkin, mana shu bilan bog'liq sizlar bilan bugun videoda ko'rishyapmiz. O'zim qilgan tadqiqotlarim va yozmalarimni o'sha natijasi o'laroq sizlar bilan bo'lishaman. Birinchi o'rinda mana bunga e'tibor beramiz. Akademik yozma uluslararası öğrenciler için el kitabı, yabancılar için Türkçe dil bilgisi öğretimi, akademik Türkçe. Shunga o'xshash juda ham ko'p materiallardan foydalangan holatda shu vaqtgacha o'quvchilarimga bergan ma'lumotlarimiz sizlar bilan ham bo'lishib boradigan bo'ldim. Yozma bo'limini rivojlantirishda e'tibor beriladigan narsalar. Bugun sizlar bilan mana shu narsalar haqida gaplashamiz va imtihonga kiradiganlar uchun yozma bo'limini rivojlantirishda nimalarga e'tibor berish kerak va qanday tarzda rivojlantiradi, bularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'rtoqlar, mana bunday tarzda yushalsam buni. Birinchi o'rinda bilamizki, girish. Ruchkamiz ham yozmay qolibdi. Boshqa ruchkamni yozib ko'raylik. Girish, gelişme deylik. Sonuç. Şu mavzularni şu paragraflarga ajratib olamiz. Girish, gelişme, sonuç qilib ajratib olamiz. Bu asosiy bo'lsa, sizlarda har bitta bo'lim atrofida kalit so'zlar bo'lishi kerak. Ya'ni mana girish deylik. Girish, buni o'zida ham kalit so'zlar bo'lishi kerak. Ya'ni kirish qismi, matnning kirish qismida ham siz yoza olishingiz uchun siz uning uchun har kuni matnlarni yozib borishingiz kerak. Bitta matn tanlaymiz sizlar bilan. Deylik, sosyal medya, sosyal medya. Sosyal medyanın zararları ve faydaları. Yani olumlu, olumsuz tarafları. Hop, shu bo'yicha yozadigan bo'lsak, birinchi nima qilamiz? Sosyal medya girish bo'limida to'g'ridan to'g'ri sosyal medyaga kirish qilmaymiz. İnsanlar eskiden qanaqa hayot yashagan, antik davr deylar mana. Antik davr yoki tarix boyunca iletişim. Ya'ni tarix davomida aloqa, undan keyin insonlarning yasham tarzlari, mana shular, ya'ni bo'sh vaqtlari, hobbilari, shunga o'xshash mavzular kirib ketadi girish bo'limida. Ijtimoiy tarmoqqa olib kelgungacha, ijtimoiy tarmoqlar chiqishidan avval insonlar qanaqa hayot tarzlarini yashagan, bu haqida ma'lumot berasizlar. Sosyal media haqida kirasizlar va sosyal medyani olumlu, olumsuz taraflari haqida qisqa ma'lumot beriladi. Keyin mana bu gelişme qismi, mana gelişme. Mana bu gelişme qismida ham, asosiy qismda ham endi nima bilan sosyal medyani yaxshi va yomon taraflarini ochib berish kerak. Xo'p. Buning uchun nima qilasiz? İjtimoiy tarmoqlar, sosyal medyaga kirdingiz. Buni nimasi kerak? İstatistikler deylik. Bundan keyin erkek, kadın, kullanıcılar deylik, foydalanuvchilar. Hop. Mana shu tarzda ketma-ketligini olib boramiz. Mana shu tarzda olib boramiz. Undan keyin nima foydalari bo'ladi ijtimoiy tarmoqni, nima zararlar bor? Kunimizda qanaqa shaklda
bo'lmoqda ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat va ijtimoiy tarmoqlarda insonlar nimalarga erishyapti. Shularni yozish kerak. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali men o'sha til o'rgandim yoki bo'lmasam shu biznesni boshladim yoki bo'lmasam mana shu narsaga erishdim. Yomon taraflari ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarni ongi zaharlanyapti. Shunga o'xshagan ma'lumotlarni beramiz. Mana bu girish qismida, gelishma qismida uzr. Endi mana bu yerdagi siz so'nuch qismida nima berasiz? Mana bu ikkalasini birlashtirilgan holatda so'nuchda ifodalab berasiz. Ya'ni siz nima taklif berasiz? Tepadagi narsalarni takrorlamaysiz. So'nuch qismida tepadagi narsalarga xulosa berasiz. Qanaqa yechim berasiz? O'shalarni yozib ketasiz. O'sha shaklda bo'ladi. Xo'p, endi undan keyin o'rtoqlar bularni olganingizdan keyin o'sha hozir bir daqiqa mana. So'nuch qismida o'zingizga o'sha kerakli nuqtalarni ko'rsatasiz. Nima foydali tarafi bor, nima zararli tarafi bor. Shunaqa tarzda yozasiz. Endi mana shu shaklda sizga tushuntirgan bo'lsam, buni umumiy bitta ketma-ketlikda yo'l qilamiz. Xo'p. Kirish bo'limi, girish. Girishda umumiy ma'lumot beramiz. Umumiy ma'lumot. Ya'ni genel bilgiler. Endi mana bu gelişme qismida berilgan istalgan mavzu haqida birinchisi tarixidan boshlaysiz. Ikkinchisi istatistiklarini olasiz. Yana qolib ketdi. Statistikasi. Uchinchisi agar mavzu yaxshilab e'tibor bering. Qarshilashtirmali bo'lsa, ya'ni o'limli, o'limsiz taraflari bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'limli va o'limsiz taraflarni ko'rsatasiz. To'rtinchisida esa siz hayotingizda, ya'ni siz bilan bog'liq nima bor? O'rnaklar deylik. O'rnaklar. Sizda mana shular bilan bog'liq nima masalalar bo'lgan, nimalarni ko'rib chiqqansiz. Shuni ko'rsatasiz, hayotiy tajribangiz. Bu qolib o'rtoqlar istalgan mavzuga tushadi, ya'ni qolib ketligi. Va so'nuchda esa aytilgandek nima? Sizda asosiy o'sha taklif va cho'zim deylik, yechim bo'ladi. Mana shu bilan yakunlaysiz. Har bittasiga deylik, mana bunga 30 ta, mana bunga 100 ta, mana bunga 50 ta so'zdan iborat matn bersangiz, siz umumiy 180 ta bo'ladi. Yani yozma bo'limini tugatgan bo'lasiz. Yechimi shu. O'rtoqlar, yozma bo'limi uchun mana qisqa sizlarga yo'l xaritasini chizib berdim. Endi har kuni o'zingizlarga maslahatim sizlarga har kuni mana shu yozma bo'limi uchun internetdan mavzularni tanlab yozishinglar mumkin. Mavzular qanaqa olaman desanglar, mana Google ga nima yozasizlar? Tamam. Yozma uchun konular sizga u bir turli chiqarib beradi. Yoki bo'lmasam o'sha ChatGPT mi? ChatGPT. Mana shunga murojaat qilsangiz ham sizga yozma uchun mavzularni tanlab beradi. Do'stlar, yana sizlarga yozma bo'limi bilan bog'liq ma'lumotlarni quyidagi shaklda tushuntirib boraman. Uning uchun albatta sizlar nima? Obuna bo'lishni unutmanglar. Bu videomizni turk tilidan imtihon kiradigan do'stlarga yuborib qo'yinglar. Inomjon ustoz.
bo'yicha sizlarga ma'lumotlarni berdim. Yozuvga e'tibor bermaysizlar. Bu tug'ma talantim. Xatis xunuk ekan deydiganlar, o'zinglarniki undan ham battar xunuk. Hazil. O'rtoqlar, keyingi ayni yozma bo'limi bilan bog'liq darslarda sizlar bilan ko'rishib bo'lamiz. Xudo xohlasa, mana bu o'sha olingan tajribalar asosida sizlarga ham ma'lumotlar beramiz. Akademik yozma uchun juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Bulardan ham qo'yib boramiz. Bu albatta J1 darajadan keyingi etapda bo'ladigan darslar bular.